Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Darsimiz Ka'b ibn Malikni shu amakilarini, o'g'illarini bog'lariga borib salom berib, o'sha yerda masalan man Allohni va payg'ambarini yaxshi ko'rishimni bilmaysanmi deb 3 martalab qasam ichib, keyin Alloh va payg'ambari yaxshi bilguvchiroq degandan keyin yig'lab o'sha bog'dan yana qaytib shu bozorga kelganliklariga kelib to'xtagan edik. Bugun endi o'sha bozorda aylanib yurganliklarini, qissalarini davom ettiramiz. Fabaynama ana amshi fi suqil madinati, Madinani bozorlarida yurgan edim dedilar. Iza nabatiyun min nabati ahli Sham mimman qadima bit ta'ami yabi'uhu bil madinati yaqul. Shu bozorda aylanib yursam, go'yo ahli Shomni dehqonlaridan, o'sha yerning kishovarz odamlaridan bittasi kelib shu Madinada o'zini dehqonchiliklaridan bir narsani sotib shu yerda ketmoqchi ekan. Yaqulu aytadi: "Man yadullu ala Ka'b ibn Malikin." U Ka'b ibn Malikni menga kim ko'rsatadi? Man Ka'b ibn Malikda ishim bor dedi. Hatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya. Menga odamlar ishora qilishib, ana hanu odam Ka'b ibn Malik bo'ladi deb ishora qilishdilar. Hatto meni oldimga keldi u odam. Hadabha ilayya kitaban min maliki G'assona. G'asson podshohligidan bir maktubni, bir xatni olib kelib menga berdi. Va kuntu katiban faqara'tuhu. Men ham yozishni, ham o'qishni biladigan odam edim. Shuning uchun darrov o'qidim. Fa iza fihi amma ba'd. Unda u xatda yozilgan ekan ki fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka. Bizga yetib keldi sani xabaring ki sani do'sting senga jafo qilibdi. Valam yaj'alakallohu bidari havnin vala mazja'atin falhiq bina navasika. U G'asson podshosi menga yozgan maktubida shunday debdiki, bizga xabar yetib keldiki, sani o'sha eng yaqin tutgan do'sting senga jafo qilibdi. Alloh tabaraka taolo xorlik joyida, sani bunday zorlik joyida turishligingni Alloh taolo senga rozi emas. Bizga qo'shil, biz oldimizga kelgin. Faqultu hina qara'tuha va hadhihi aydan min al-bala'i. Vaqtiki bu xatni o'qiganimdan keyin aytdim, bu ham menga Allohning tomonidan bir imtihon, bir balo dedim. Va tayammamtu biha tanura va sajartuha. Uni qasd qildim, darrov xatni olib borib tandurga tashlab yoqib yubordim. Hatto izo mazat arba'una min al-50. O'sha 50 kundan 40 kuni shu o'tgan edi. Fastal basal vahyu iza Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam ya'tini. Vahiy ham to'xtab qolgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir odamni meni oldimga yuboribdilar. Faqol, u aytdi: "Inna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya'muruka an ta'tazila imratak." Sen xotining bilan judo bo'lishligingga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurdilar. Faqultu utalliquha amma za af'alu. Oyo u xotinimni talaq qilaymi yoki boshqa narsa qilaymi? Nima qilay? dedim. Faqol la bal yatazalha. Balki undan o'zingni masalan uzoq tut. Fala taqrabannaha. Unga yaqinlik qilmagin. Fa arsala ila sahibayya bimisli zalika. U ikkita do'stimga ham shu hukmni qildilar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi va sallam. Faqultu li imrati. Men uyga bordim. Xotinimga aytdim: "Alhaqi bi ahliki."
فكون عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. man o'sha ayolimga aytdimki, san bor uyingga, o'sha yerda mani kutib o'tirib turgin toyinki Alloh taolo bu ishda bizga hukm qilguncha. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلال بن أمية xotini payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi vasallamning oldilariga keldi. Faqalat lahu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga u xotin aytdi: Ya Rasululloh, inna Hilal ibn Umayyah shaykhun zoyi'un laysa lahu xodimun fahal takrahu an axdimahu. U xotin aytdi: ey Allohning payg'ambari, man Hilol ibn Umayyani xotiniman. U judayam qari chol, zoyi', ya'ni hech nima qo'lidan kelmaydigan bo'lib qolgan. Unga xizmat qilishligimni yomon ko'rasizmi? Men uni oldida turib xizmat qilsam. Qolala. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: yo'q, seni yomon ko'rmayman. Valakin la yaqrabannaki, senga yaqinlik qilmasin, ya'ni jimo qilmasin, sen bilan birga yotmasin. Faqalat innahu vallohi ma bihi min harakatin ila shay'in. U shunday qarib qolganki, bunaqa ishlarga uni hech qanday harakati yo'q. Bunaqa ishlarni qilolmaydi. Vallohi, Allohga qasamki, ma zala yabki munzu kana min amrihi ma kana ila yawmihi hada. Shu kungacha u mana shu ish bo'lgandan keyin faqat uyda yig'lashni biladi xolos. Boshqa hech qanday ish qilgan emas. deb go'yo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan eriga xizmat qilishlikka ijozat olib uyiga ketdi. Endi yana bu darsimizni ham bugun shu yerda to'xtatamiz. Ertaga inshaalloh bu Ka'b ibn Malikni hikoyalarini ertagi darsimizda inshaalloh davomini o'qiymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.